Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammamizsizlar. Sport bilan 2 kun davomli challenge'imiz bugun 26-kunidamiz. Sizlarga bir Afrika savannalarida bo'lgan voqea haqida aytmoqchi edik. Afrika savannasida bir laycha savanna bilsanglar, kengli joy bo'ladi, ya'ni o'tlari baland 2-3 metrgacha o'sadigan, tez-tezda yomg'ir yog'ib turadigan bir makon. Bir laycha mavzuga qaytsak, adashib qoladi Afrika savannalarida. Adashib qolib tentirab yursa, seylar lepardlar bo'ladi, ya'ni yirtqichlar, yo'lbarsga o'xshagan. Daraxtga ham chiqib ketishadi. Lepard uni kuzatib, ortidan asta yurishni boshlaydi. Buni bilgan laycha, ya'ni qochay desa, lepard juda tez yuguradi, yetib oladi bari. Aqlishni bilmay qaror qabul qilishga tez fikrlashib o'tadi. Ya'ni turadida qilsam bo'ladi desa, sal undan uzoqroq bir joyda kiyikni qoldiqlari, ya'ni kiyik suyaklari turgan. Yugurib boraligini yoniga yaqinlashadi. Lepard rasa yetay deganda boshlaydi gapni. Deydi, bu lepardning go'shti juda shirin chiqdi deydi. Agar yana bitta bo'lganda deydi, tap tortmay yegan bo'lardim deydi. Tursa, buni eshitgan lepard ortiga shunday bir qochib tarafga chiqib qoladi. Naryoqda maymun kuzatib turgan bo'ladi ularning suhbatini, bularning holatini. Keyin lepardga yoqish maqsadida kelib turib gap boshlaydi dedi. Oddiy bir laycha deydi, sendan qo'rqqani uchun hech qanaqa bir lepard yegani yo'q deydi. Suyaklari g'ajib turibdi. Meni aldadimi dedi. Bo'ldi dedi. Meni yelkamga chiq dedi lepard. Birgalikda borib, men uni parcha-parcha qilaman, sen uni tomosha qilib turasan dedi. Xuddi deb turib maymun yelkasiga chiqishadi. Yo'lda ketishsa xabar topadi. Laycha ham maymunni bo'lgan voqeani lepardga ipidan ignasigacha yetkazganini bilib turib, yana yetishi degan paytda shart ters o'giriladi ularga. Yana suyaklar kemirishni boshlaydi. Deydi, bu maymun juda bir axloqsiz chiqdi deydi. Juda bir quloqiga gap kirmaydi ekan. Bitta lepard olib keldi, to'ymadi. Ikkinchisini qachon olib kelar ekan desa, haligi lepard maymundir deb yana qochib ketgan ekan. Ya'ni ba'zan inson tez fikrlash kerak, tez qaror qabul qilish kerak. Ya'ni oddiy bir laycha lepardni ham yeydigan darajada ko'rsatyapti o'zini. Shuna bir ulashib qo'yadigan. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.